Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolasa navbatdagi kachollarimizni yig'ib tayyor holatga keltirib oldik. Bu kachollarimizni narxi va nima qancha joyga mo'ljallanganligini tanishtirib o'tadigan bo'lsak, mana eng kichkina kacholimizdan boshlaydigan bo'lsak, hozir bo'yoq ishlarini tugatganmizda, shuning uchun hammasi bir-biridan uzoq masofada turibdi. Kachollarimizni ishlatadigan mahsulotlaridan birinchi tanishtirib o'taman. 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy горячий list va 25 diametrdagi rossiyskiy beshshovniy turbalardan foydalangan holatda kachollarimizni teplomenniklari va ustki qismi, ichki qismlarini yig'ib olamiz. Bu kacholimiz 100 metr kvadratga mo'ljallangan, faqat gazda ishlovchi kacholimiz hisoblanadi. Bu yoqda mana universal kacholimiz, universal kachollarimizning ikki xil turi bo'ladi. Ya'ni asosiy yoqilg'ida farq bo'ladi. Bu kacholimiz asosan gazda qo'shimcha holatda, ya'ni 3-4 kun mobaynida gaz bo'lmagan holatlarda o'tin yoki ko'mir bilan foydalanib ishlatadigan kacholimiz mana shu kacholimiz hisoblanadi. Chunki o'tinxonasi kichkina bo'ladi, chem o'tinga yoki ko'mirga mo'ljallangan kachollarga nisbatan. Pastki xonasida gazoviy garelka qo'yish uchun mo'ljallangan xonasi bo'ladi. O'tin ko'mir yoqilganda gazoviy garelka olib qo'yilib, kullarini tozalab olish uchun mo'ljallangan joyi. Bu kacholimiz 150 metr kvadratga mo'ljallangan, universal, asosan gazga mo'ljallangan kacholimiz. Bu yoqda mana 400 metr kvadratga mo'ljallangan, faqat gazda ishlovchi kacholimiz, ya'ni gazoviy kacholimiz. Bu yoqda 250 metr kvadratga mo'ljallangan gazoviy kacholimiz. Kachollarimizni har doimgidek 4 tala burchaklari ham buklangan holatda bo'ladi. Ya'ni listga gip yordamida buklangan bo'ladi. Mana shu 3 mm qalinlikdagi горячий listlarimiz va faqatgina old tarafida shof tushirilgan bu kacholimizni ancha vaqt davomida xizmat qilishligini, ya'ni uzoq yil davomida xizmat qilishligini ta'minlash uchun ham va ko'proq xizmat qilish uchun ham shunaqa usuldan va zaklopkalar berilgan bo'ladi. Bu kacholimizni bemalol bosim bilan ishlaydigan tizimlarga ham o'rnatish imkonini beradi. Bu kachollarimizda mana kattaroq kvadraturaga mo'ljallangan kachollarimizda zaklopkalar soni oshiriladi, ko'paytiriladi. Kachollarimiz mana shunaqa ko'rinishda yig'ib olingan bo'ladi. Bundan tashqari, ya'ni faqat o'tinda yoki bo'lmasam o'tin ko'mirga ishlaydigan kachollarimiz ham bor va kattaroq kvadraturaga mo'ljallangan teplitsalar uchun ham kachollar yasab berish imkoniyatimiz bor. O'zbek svarshik jamoasi bemalol pastda raqamlarimiz yozilgan bo'ladi. O'sha qanaqa turdagi kachol va qanaqa yoqilg'ida yonadigan kachol xohlasanglar yasab berish imkoniyatimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar va adaptlanganini o'rnatib berish xizmatlarimiz ham bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.